Assalomu alaykum. Dunyoda shunday bir jinoyat turlari borki, bu hudud ham, millat ham tanlamaydi. Aynan bugün bütün bir yer yüzidagi insoniyat ana shuning uchun ham mana shu korrupsion jinoyatlarga qarshi kurashni o'zining oldiga buyuk bir maqsad qilib qo'ygan. Bunga O'zbekistonda ham alohida bir e'tibor qaratilgan, bu davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Kuni kecha aniqroq qilib aytganimizda, joriy yilning 5-mart sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ham aynan korrupsiya asosiy mavzu bo'ldi. To'g'ri, keyingi yillarda, ayniqsa keyingi 7-8 yil ichida O'zbekistonda korrupsiyaning oldini olish, korrupsiyaga qarshi kurashish borasida bir qator huquqiy hujjatlar yaratildi. Buni aynan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mana shu o'z faoliyatini boshlashi davrida ilk imzolagan qonunlardan biri ham O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonundir. Demak, o'tgan yillar davomida mana shu mamlakatda ochiqlik, oshkoralik, shaffoflik va ayniqsa korrupsiyaga qarshi kurashda jamoatchilik nazoratining o'rnatilganligi bu borada bir qator mana shu natijadorlikka erishganlikni ham ko'rsatadi. Demak, bugun mana shu dunyodagi reytingga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston keyingi yillarda yuqori pog'onalarga ko'tarilib bormoqda. Aynan korrupsiyaga qarshi kurash, korrupsion holatlarining oldini olish borasida. Demak, anglaganingizdek, biz bugun ochiq muloqot turkumidan ko'rsatuvimizda aynan mana shu mavzuda siz bilan fikrlashamiz va bizning ko'rsatuvimiz ishtirokchilari, studiyamiz mehmonlari ham aynan mana shunga aloqador bo'lgan vakillar hisoblanadi. Demak, mana shu keyingi yillarda O'zbekistonda korrupsiyaning oldini olish, korrupsiyaga qarshi kurashish borasida ishlar amalga oshirilar ekan, bunda ayniqsa Milliy kengashning faoliyat ko'rsatayotganligi yoki bo'lmasa hududlarda hududiy kengashlarning faoliyat ko'rsatayotganligi ham mana shu natijadorliklarga asosiy bir omil bo'lmoqda desak, bu ham bor gap albatta. Demak, bizning bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilari aynan korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashi a'zolari hisoblanadi. Demak, bugungi mehmonlarimizni sizlarga tanishtirib o'taman. Xorazm viloyati prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi alohida muhim ishlar bo'yicha katta tergovchisi Alisher Po'latov, viloyat adliya boshqarmasi sho'ba mudiri Rasulbek Ibragimov, xalq deputatlari Xorazm viloyati kengashi kotibiyati mudiri, korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashi kotibi Ulug'bek Kuriyazov, xalq deputatlari Xorazm viloyati kengashi korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi Salomat Erjanova, xalq deputatlari Urganch shahar kengashi deputati, korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashi a'zosi Polvonbek Ro'ziboyev, xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashi deputati Xurshid Davletov, fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi viloyat hududiy bo'linmasi rahbari Kamolbek Jumaniyazov, Urganch shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi katta tergovchisi katta leytenant Saidjon Rahimov, Xorazm viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi bo'lim boshlig'i Bahodir Tillayev, Xorazm viloyati soliq boshqarmasi soliq qarzini undirish tashkil etish bo'limi davlat soliq bosh inspektori Mansurbek Jumaniyazov, Xorazm viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari vazifasini vaqtincha bajaruvchi Murodbek Rahmatullayevlar bugungi ochiq muloqot ko'rsatuvimizning ishtirokchilaridir. Biz odatdagidek jonli efirdamiz. Bugungi tanlangan mavzu, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashish, korrupsiyaning oldini olish bo'yicha sizda qandaydir bir savollar, takliflar bo'lsa, bemalol bizning studiyamizga o'rnatilgan 62 kodi bilan 223 92 21 raqamli telefonga murojaat qilishingiz va aynan mana shu dasturimiz jarayonida bugun mana shu studiyamiz mehmonlaridan o'z savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bizning ilk suhbatdoshimiz viloyat prokuraturasi xodimi. Demak, o'tgan 2024-yilda viloyatda korrupsiyaga oid jinoyatlar qancha bo'ldi va bularning oldini olish borasida qilinayotgan ishlar nimada? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rsatuv ishtirokchilari. Biz bilamiz, bugungi kunda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirzayev raisligida olib borilayotgan, shuni rahbarligida tashabbusi bilan olib borilayotgan islohotlar zamiri o'laroq jamiyatimizda, davlatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish, bu boradagi jinoyatlarni oldini olish va unga nisbatan murosasiz kurash olib borish hamda uni bartaraf qilish yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xuddi shu asnoda Xorazm viloyat prokuraturasi tomonidan
bugungi kunda o'sha korrupsiyaviy jinoyatlarni oldini olish, ularni kelib chiqish va bunga imkoniyat berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash va bartaraf qilish yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Biza bilamiz 2017-yil 3-yanvarda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan va ushbu qonunni ijrosi amalga oshirish yuzasidan prokuratura organlari tomonidan, xususan viloyat prokuraturasi tomonidan bir qator ishlar amalga oshirib kelindi. Xususan ushbu qonun ijrosini amalga oshirish uchun yo'l xaritalari ishlab chiqilib, ijroga qaratildi. Shu jumladan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda korrupsiyaviy jinoyatlarni oldini olish bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlari ham amalga oshirib kelinmoqda. Bugungi kunda viloyat prokuraturasi tomonidan joriy yil sarhisobi, shuningdek o'tgan davr mobaynida amalga oshirilgan ishlar tahliliga to'xtaladigan bo'lsak, 169 ta targ'ibot ishlari amalga oshirilib, shundan 118 ta og'zaki tadbirlar hamda 37 ta ommaviy axborot vositalarida chiqishlar amalga oshirildi. Shuningdek, prokuratura organlari tomonidan bugungi kunda ushbu jinoyatlarni barvaqt oldini olish yoki aniqlangan jinoyatlarga keskin munosabat bildirish uchun ishonch telefonlari joriy qilinib, ushbu ishonch telefonlari 24 soat davomida ishlab o'sha ishga tushirildi. Shuningdek, prokuratura tomonidan 2024-yil davomida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar bergan hamda korrupsiyaga qarshi kurashishga ko'maklashgan 7 nafar fuqarolar belgilangan tartibda rag'batlantirib o'tildi. Endilikda ushbu borada sodir qilingan jinoyatlar, ushbu jinoyatlar yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari hamda amalga oshirilgan tergov harakatlarini va buni natijasi bo'yicha ishlar tahliliga to'xtaladigan bo'lsak, quyidagi ko'rsatkichlarni aytib o'tishimiz mumkin. Ya'ni korrupsion jinoyatlar harakatlari oqibatida 149 milliard 910 million 698 ming so'm zarar yetkazilganligi aniqlanib, qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilib, tergov harakatlarida 87 milliard 525 million 154 ming so'm pul mablag'lari undirildi. Shuningdek, korrupsion jinoyat sodir qilgan mansabdorlarning 7 nafari ichki ishlar, 1 nafari advokat, 3 nafari bank, 1 nafari davlat soliq inspeksiyasi, 1 nafari yoshlar agentligi, 4 nafari kadastr agentligi, 8 nafari qurilish bo'limi, 4 nafari suv xo'jaligi boshqarmasi, 11 nafari sog'liqni saqlash, 16 nafari ta'lim sohasi, 3 nafari energetika sohasi, 3 nafari mahalliy hokimliklar, 4 nafari ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi, shuningdek 134 nafari davlat ulushi bo'lmagan boshqa tashkilot xodimlari hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, mansabdorlarning 87 nafari Jinoyat kodeksining 167-moddasi, 17 nafari 168-moddasi, 3 nafari 205-moddasi, 1 nafari 209-moddasi, 12 nafari 210-moddasi, 8 nafari 211-modda va 71 nafari boshqa moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir qilganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Biza bilamiz, bugungi kunda korrupsiyaga qarshi keskin murosasiz kurash olib borilmoqda, ya'ni hamkor tashkilotlar bilan birgalikda. Ushbu borada prokuratura organlari tomonidan bosh prokuratura va boshqa tegishli tashkilotlarga korrupsiyaviy illatni tag tomiri bilan yo'q qilish maqsadida, ya'ni korrupsiyaviy jinoyatlarni kelib chiqishi sabablari aniqlanib, kelgusida ushbu kabi jinoyatlarga yo'l qo'yilmasligi uchun bir qator takliflar berib kelinmoqda. Biz bilamiz, jinoyat qonunchiligi bo'yicha korrupsiyaviy jinoyat deganda faqat o'sha Jinoyat kodeksining 210, 211 va 212-moddalarida nazarda tutilgan emas, balki Jinoyat kodeksining 167, 168-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar ham o'z-o'zidan o'sha korrupsiyaviy jinoyatlar turkumiga kiradi va ushbu asosda taklif sifatida aytib o'tishimiz mumkin. Ya'ni ushbu jinoyatni kelib chiqish sabablari bugungi kunda tergov amaliyotidan ko'rishimiz mumkin. Bank kredit mablag'larini o'zlashtirish, rastrata qilish yo'li bilan talon-taroj qilish kabi jinoyatlar ham o'z navbatida korrupsiyaviy jinoyatlar turkumiga kirib, bugungi kunda aktual, ya'ni dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Ya'ni davlatimiz tomonidan katta miqdorda imtiyozli kreditlar, ya'ni aholini tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining ijtimoiy qatlamini qo'llab-quvvatlash maqsadida ajratilayotgan kredit mablag'larini o'sha boshqa maqsadlarda sarflab talon-taroj qilish holatlariga yo'l qo'yilayotganini ko'rishimiz mumkin. Aynan ushbu borada o'zimizni o'sha
tahlildan kelib chiqqan holda taklifimizni aytib o'tishimiz mumkin. Biz bilamiz bugungi kunda bank tomonidan kredit yoki istiqona yoki boshqa turdagi Maqsadli kreditlar. boshqa turdagi faoliyat yo'nalishini tashkil qilish uchun maqsadli kreditlar ajratiladi, lekin o'sha maqsadli kreditlar ajratilishida bank tomonidan kredit oluvchi, ya'ni kredit oluvchi tomonidan garov ta'minoti sifatida kredit summasiga mos ravishda garov mulklari taqdim qilinmasdan o'sha bank katta miqdorda kredit ajratadi, lekin o'sha kredit ajratilishi rejalashtirilayotgan kredit hisobiga sotib olinadigan uskuna yoki jihozlarni kredit hisobiga sotib olinishi rejalashtirilgan o'sha uskunalarni garovga qo'yish shartini qo'yib beradi, lekin ayrim qo'sh tirnoq ichidagi tadbirkorlar bundan o'zini boshqa noqonuniy maqsadlar yo'lida foydalanib, ya'ni o'sha bank oldida kredit hisobiga sotib olinishi belgilangan o'sha tovar yoki uskunalarni garovga qo'yish majburiyatini olgan bo'lsa-da, kredit ajratilgandan so'ng ushbu majburiyatini bajarmasdan turib, to'g'ridan to'g'ri kredit hisobiga sotib olingan uskunalarni yoki boshqa ashyolarni o'zga shaxslarga sotib yuborib, talon-taroj qilib yuboradi va buni natijasida o'sha bank tomonidan ajratilgan katta miqdordagi imtiyozli kreditlar talon-taroj qilinishiga yo'l qo'yilib kelayotgan holatlar kuzatilyapti. Aynan ushbu jinoyatni oldini olish uchun ham biz taklif sifatida berganmiz. Bu bank tomonidan katta miqdordagi kredit ajratilishidan oldin ushbu kreditning summasiga mos ravishda kredit oluvchini o'zi, qarzdorni o'zi o'sha bankka 125% bugungi kunda Markaziy bank tomonidan belgilab berilgan foiz stavkada, ya'ni 125% miqdorda o'sha kredit summasiga mos ravishda garov bilan ta'minlaydigan bo'lsa, o'sha ertaga-indin bu qaytarilish kafolati bo'ladi. Qaytarilish kafolati 100% ta'minlanadi va qarz oluvchini o'zi ham biladiki, ertaga o'sha kreditni talon-taroj qilgan vaqtda uni o'sha garovga qo'yib bergan mulklari o'sha bank hisobiga o'tib ketishi. Shu sababdan ham ushbu hozirgi amaldagi tizimdan voz kechib, buni mutlaqo o'sha to'xtatib, yangi tizim joriy etib, o'sha yangi tizimda qarz oluvchi tomonidan garov ta'minoti 100% kredit qiymatiga mos ravishda qo'yilgandan so'ng ajratilsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi degan o'sha takliflarni. Rahmat. Albatta bu qonunchilikka kiritiladigan o'zgartirishlar, mana shu tizimga kiritiladigan o'zgartirishlar. Albatta bu mana shu prokuratura organlari qonun ijrosini nazorat qiluvchi, qonunlikni nazorat qiluvchi organ hisoblanadi. Adliya vazirligi esa aynan fuqarolarning mana shu qonunlardan xabardorligini oshirishga va ularning qonuniy huquq va majburiyatlarini ularga tushuntirishga xizmat qiluvchi organ hisoblanadi. Demak, umuman mana shu qanchalik aholining huquqiy bilimdonligi ko'tarilsa, aynan korrupsion holatlarga albatta barham beriladi. Buning uchun birinchi navbatda xalqning huquqiy madaniyati shakllanishi talab etiladi. Marhamat, mana shu borada qilinayotgan ishlar. Avvalo, ayni shu korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida keyingi yillarda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada shu tizimni tartibga soluvchi normativ huquqiy hujjatlar bazasi shakllantirilmoqda. Shuningdek, ayni korrupsiyaga qarshi kurashda maxsus vakolatli organlarni funksiyalari, vazifalari belgilangan holda, ularning aniq bir chegaralari belgilangan holda normativ huquqiy hujjatlarga o'zgartirish kiritilmoqda va yangilar qabul qilinmoqda. Endi bu huquqiy asoslarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, dastlab albatta normativ huquqiy hujjatlar ayni shu sohani asosi sifatida O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonuni 2017-yil 3-yanvarda yangi tahrirda qabul qilinganligini asos sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Ayni shu qonun bilan korrupsiya nima ekanligi, korrupsiyaga huquqbuzarlik, manfaatlar to'qnashuvi, bu sohadagi, ya'ni bu faoliyat yo'nalishida maxsus vakolatli organlar ro'yxati, ularning alohida vakolatlari va boshqa davlat organlari tashkilotlari bilan hamkorlikni amalga oshirish tartiblari ayni shu qonun hujjati bilan aniq belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha davlat siyosatini amalga oshirishdagi institutsional asos yangi hujjat bilan yaratildi. Bunga misol sifatida 2020-yil 29-iyundagi davlatimiz rahbarining PF 60-13-sonli farmoniga asosan korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tashkil etilib, uning asosiy vazifasi ayni shu korrupsiyaga qarshi kurashdagi maxsus vakolatli organlardan biri sifatida belgilandi.
Va shu farmon bilan yana shuni aytib o'tishimiz mumkin, O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Milliy kengashi va uning hududiy kengashlari tashkil etildi. Buning asosiy, ya'ni bu islohotlarni amalga oshirishdan asosiy maqsad ham bu korrupsiya illatlariga barham berish va uni oldini olishdan iborat bo'ldi. Endi keyingi yana shuni aytishimiz mumkin, barcha davlat organlari va jamiyatimizda korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurash bo'yicha maxsus davlat dasturlari tasdiqlanib, bu bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Misol uchun aytadigan bo'lsak, 2019-yil 27-maydagi davlatimiz rahbarining PF 57-29 hamda 21-yilning 6-iyuldagi PF 62-57 farmonlari ayni shu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha maxsus dasturlar tasdiqlangan. Shu bo'yicha yana shuni aytishimiz mumkin, bunda 44 ta chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, bunda shu vazifalarni amalga oshiruvchi maxsus vakolatli organlarga belgilangan chora-tadbirlar bandma-band ko'rsatilgan holda ijro qilingan. Keyin yana shuni aytishimiz mumkin, bunda ochiqlik siyosatini amalga oshirish bo'yicha ham bunda 2021-yil 16-iyundagi davlatimiz rahbarining PF 62-47 farmonida bunda davlat hokimiyati organlari, boshqaruv organlari, hisob palatasi, Markaziy bank, sud, prokuratura organlarini ayni bu boradagi, ya'ni ochiqlik siyosatini amalga oshirishdagi vazifalari aniq shu hujjatda belgilab qo'yildi. Keyin yana shuni aytib o'tishimiz mumkin, bunda korrupsiyaga qarshi kurashdagi yana bir asosiy vazifalardan biri bu davlat boshqaruv organlarini optimizatsiya qilish masalasi, ya'ni ixchamlashtirish. Bu bo'yicha ham ayni shu 2021-yil 3-aprel kuni qabul qilingan qaror asosida ham buni ko'rsatishimiz mumkin. Bundan tashqari davlat boshqaruv tizimida inson omilini kamaytirish masalasiga ham asosiy e'tibor qaratilgan holda bunda ma'muriy va byurokratik to'siqlarni bartaraf qilish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Bu ham albatta jamiyatda korrupsiyani oldini olish va unga barham berish masalasidagi asosiy belgilardan biri sifatida belgilangan. Bunga misol sifatida qaraydigan bo'lsak, davlat xizmatlari tashkil qilinganda dastlab 201 ta davlat xizmatlari tashkil qilingan. Respublika bo'yicha bugungi kunda 208 ta davlat xizmatlari faoliyat yuritmoqda. Ayni bu borada xizmat ko'rsatish masalasida 2017-yilda 37 ta davlat xizmatlari ko'rsatilgan bo'lsa, bu xizmatlar soni 2018-yilda 106 taga, 2019-yilda 133 taga, 2020-yilda esa 148 ta va bugungi kunga kelib 400 dan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatilib kelmoqda. Bu ham albatta inson omilidan tashqari holda xizmat ko'rsatilishi bugungi kundagi korrupsiyani oldini olish, ya'ni davlatimiz rahbari aytganidek, jamiyat tanasidagi saratonni butkul olib tashlash ga xizmat qilishini aytib o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari xalqaro qonun hujjatlarini, konvensiyalarning implementatsiya qilinishi hamda bugungi kundagi jamiyatda fuqarolarni qiynayotgan muammolarni hal qilishi, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish borasidagi virtual qabulxonalar, xalq qabulxonalari ochilganligi va ishonch telefonlari joriy qilinganligi ham albatta bu bevosita shu korrupsiyani oldini olish, jamiyatdagi rivojlanishiga xizmat qilishini aytib o'tishimiz mumkin. Rahmat. Umuman olganda mana shu korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha milliy markazga Oliy Majlis Senati raisi rahbarlik qiladi. Hududlarda esa ilgari hokimlar rahbarlik qilib kelgan bo'lsa, endilikda xalq deputatlari, viloyat, shahar va tuman kengashi raislari mana shu hududiy kengashlarga rahbarlik qiladi. Mana shu prezident raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida aynan mana shu quyi tizimda hali ishlar risoladagidek emas ekanligiga ham alohida bir e'tibor qaratildi. Bu albatta aynan mana shu hududiy kengashlar faoliyati bo'lsin yoki bo'lmasa turli vazirlik va idoralardagi aynan korrupsiyaga qarshi kurashish mutasaddilarining ishiga berilgan baho desak, bu ham bor gap albatta. Demak, aynan mana shu xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashi huzuridagi hududiy kengashning faoliyati qanday korrupsiyaning oldini olish borasida? Marhamat. Darhaqiqat to'g'ri aytib o'tdingiz. Bugungi davrgacha hududiy kengashlarning raisi viloyat hokimlari hisoblangan. Kuni kecha bo'lib o'tgan prezidentimiz ishtirokidagi selektor yig'ilishida yangi tizim joriy qilindi. Ya'ni hududiy kengashlar raisi endi xalq deputatlari viloyat kengashi raislari hisoblanadi. Ya'ni prezidentimiz aytib o'tdilarki, korrupsiyaning eng asosiy omili bu maishiy korrupsiya hisoblanmoqda, ya'ni quyi qismda. Aholimiz, eng katta aholimiz o'shandan aziyat chekayotganliklari, bu yo'nalishda ishlar qoniqarli emasligiga
emasligi to'g'risida bir qancha tushuntirishlar, yo'nalishlar berib o'tdilar. Shu nuqtai nazardan endi hududiy kengash yangi tartibda ish boshlaydi. Ya'ni kengash raisi xalq deputatlari viloyat kengashi raisi bo'ladi va quyi bo'g'inga tushadi. Ya'ni insongacha tamoyil asosida yangi ish tashkil qiladi. Bunda hududiy kengashda yetarlicha a'zolar, ya'ni bugungi kunda tashkiliy qismida 36 ta a'zodan tashkil topgan bo'lib, barcha sohada o'z xodimlarini jamlagan. O'ylaymizki, kelgusida hududiy kengash faoliyati barcha sohalarga tushadi va o'zini natijasini prezidentimiz aytgandek yuzaga chiqaradi. Yana bir topshiriq bo'ldiki, asosiy hududiy kengashlar endi barcha sohadagi amaliy davlat dasturlari doirasida qilinishi lozim bo'lgan ishlarni barchasini jamoatchilik asosida nazorat qiladi va ularni bajarilishini doimiy tartibda reyting baholash tizimini joriy qiladi va bu bo'yicha Milliy kengashga har oyning 1-5 chislo kunlari axborot beradi. Bu yangi tizim, o'ylaymizki, hududiy kengashda natijasi yangi tizim o'zini samarasini beradi. Rahmat. Mana hozirgina viloyat prokuraturasi xodimining axborotida eshitdik. Viloyatda o'tgan 2024-yil davomida mana shu sodir etilgan korrupsion ko'rinishdagi jinoyatlarda birinchi navbatda maktabgacha va maktab ta'limi, keyinchalik tibbiyot sohasida mana shu korrupsion holatlar borligi boshqa sohalarga nisbatan ko'p ekanligi ko'rinib turibdi. Umuman olganda bugungi kunda xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashi huzurida umuman korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya faoliyat ko'rsatyapti. Mana shu doimiy komissiya bugungi kunda deputatlar bilan birgalikda aynan mana shu korrupsion holatlar sodir etilgan soha mutasaddilarini mana shu huzuriga chorlab, mana shu korrupsion holatlarning oldini olish borasida qilingan ishlar nimada? Marhamat. Avvalambor, mana kuni kecha yig'ilishda hammamiz eshitdik, korrupsiya bu haqiqatdan ham xavf soluvchi illat ekanligini. Bu borada muhtaram prezidentimiz tomonidan bir qancha topshiriqlar, bir qancha takliflar berildi. Mana shu viloyat kengashida xavfsizlik masalalari, korrupsiyaga oid, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha doimiy komissiya asosan jamoatchilik bilan ishlab, ko'proq shu nodavlat va notijorat tashkilotlarining vakillari bilan ishlashni prezidentimiz aytib o'tganidek yo'lga qo'ymoqda. Asosan bu nodavlat notijorat tashkilotlarining bularni kuchidan foydalanish, keng jamoatchilikdan foydalanishni yo'lga qo'yishni ta'kidlab o'tdilar. Haqiqatdan davlat bilan xalq o'rtasida bu nodavlat tashkilotlar ko'prik hisoblanadi. Endi mana hozir aytib o'tildi, vakolatli tashkilotlarning har birining vakolatidan tashqari jamoatchilik komissiyalariga yuklatilishi, ya'ni jamoatchilik komissiyalarini joylarda ish olib borishi, nodavlat tashkilotlarini ish olib borishi ham bularga qo'yilgan ham mas'uliyat hisoblanadi, ham bularning rolini oshirish hisoblanadi. Asosan nodavlat tashkilot qanday qilib korrupsiyaga qarshi kurashishni oldini olish mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Bu borada xalq bilan birgalikda ko'proq odamlarning fikrini eshitish, ularning fikrini tinglash, ko'proq ularning orasida so'rovnomalar o'tkazishni bu nodavlat tashkilotlarning oldiga qo'yilgan vazifa deb yuklagan bo'lar edim. Chunki so'rovnoma o'tkazilgandan keyin xalq bevosita o'zini fikrini bildiradi, fikrini aytadi. Sog'liqni saqlash bo'ladimi, ta'lim bo'ladimi, oliy ta'lim bo'ladimi, qaysi yo'nalishda bo'lishidan, bank sohasida bo'ladimi, qaysi yo'nalishda bo'lsa ham xalq bevosita o'zini fikrini bildiradi. Ko'proq shu so'rovnoma asosida ish olib borilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi degan fikrimni bildirmoqchiman. Rahmat. Shu o'rinda mana xalq deputatlari Urganch shahar kengashi huzuridagi mana shu vakil ham o'tiribdilar. Umuman olganda bugun shahardagi ahvol qay darajada? Mana shu korrupsion holatlarning oldini olish, umuman olganda mutasaddi idora tashkilot rahbarlarini deputatlar huzurida axborotini tinglash borasida qilinayotgan ishlar nimada? Marhamat. Albatta bu borada Urganch shahrida ham sezilarli ishlar amalga oshirildi. Xususan mana hududiy kengashni faoliyatida a'zo sifatida ishtirok qilish bilan bir qatorda Urganch shahridagi mana shu deputatlar, ya'ni 25 ta deputatimiz bo'ladigan bo'lsa,
o'sha deputatlarimiz bilan birgalikda dastlabki tarzda maktabgacha va maktab ta'limi sohasini o'rganib chiqdik va bu jarayonda mana outsourcing tizimi orqali, ya'ni mana shu maktabgacha va maktab ta'limi da tarbiyalanayotgan farzandlarimiz, ya'ni yosh avlod vakillariga yetkazib berilayotgan oziq-ovqatning sifati. Demak, bu jarayon qanday bo'lyapti va qanday tartibda yetkazilyapti? Ya'ni bu yerda sifat va muddat nazarda tutilyapti-da. Sababi mana shu ayrim tadbirkorlarimiz tomonidan o'sha yetkazib berilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini sifat jihatdan lozim darajada emasligi, ya'ni davlatimiz tomonidan, ya'ni sanitariya epidemiologiya nuqtai nazaridan qo'yilayotgan talablarga javob bermayotganligi va o'sha bilan bir qatorda mana maktab direktorlarimiz yoki bo'lmasa ayrim, endi hammasida bilmaymiz, sababi ayrim direktorlarimiz yoki bo'lmasa maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarimiz tomonidan bu jarayonlarga ko'z yumish holatlarni aniqlanayotganligi, qolaversa mana sog'liqni saqlash tizimini ham kuzatganimizda, sog'liqni saqlash tizimida ham qator mana shunday huquqbuzarliklarni sodir qilinishiga ko'z yumish holatlar, ya'ni harakatsizlik deb aytamiz albatta buni. Harakat yoki harakatsizliklarni kuzatib, ushbu borada mana korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashi bilan hamkorlikda milliy kengashga 30 dan ortiq takliflarni berganmiz. Misol uchun bularni oladigan bo'lsak, bundan tashqari mana davlat xizmatchilarini ishga olish va mana yuqorida ta'kidlangan maktabgacha va maktab ta'limi sohasindagi ishga olish jarayonlarini ham bunda qamrab oldik. Misol uchun mana xizmatchilarni, davlat xizmatchilarini ishga qabul qilish jarayonida ularni har taraflama o'rganish, faqatgina ma'lumotnomasi asosida emas, ularni ilgari ishlagan joylari, ularning xarakteristikasi, ya'ni qanday tartibda ish olib borgan, huquqbuzarlikqa moyilligi yo'qmi degan nuqtai nazardan va qolaversa o'zini metodlari asosida ishga qabul qilish bo'yicha tegishli 30 dan ortiq amaliy takliflarni berdik. Bu takliflar ham faqatgina nomiga emas, dolzarbligi, maqsadi, vazifasi kabi o'zini mana shu bandlari asosida yetkazib berdik va o'ylaymizki, bu narsani qonunchilikda biz aks qildirib bilsak, o'sha milliy kengashimiz orqali ertaga nafaqat viloyatimizda, balki respublikamiz hududida ham kuzatilishi mumkin bo'lgan korrupsiyaga huquqbuzarlikni oldini olishga erishamiz. Shuningdek, mana oliy ta'lim sohasida ham mana viloyatimizdagi davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalarida ham mana viloyat ichki ishlar, viloyat prokuraturasi, viloyat adliya boshqarmalari va boshqa tashkilotlarimiz bilan birgalikda nafaqat targ'ibot, balki profilaktika yo'sinidagi, ya'ni hurmatli talabamiz, siz mana 4-bosqichsiz. Bu yil diplomingizni olib, nasib qilsa, mehnat kadri sifatida tashkilot muassasasiga xodim bo'lib borasiz. Shu nuqtai nazardan siz ehtiyot bo'ling. Dastlabki tarzda o'zingizni bilimingizni mustahkamlang va to'g'ri halol oling bahangizni. Korrupsiya huquqbuzarlik sodir qilmang. Agar bu boring qilgan taqdiringizda ham ikkinchi navbatda agar mabodo tezkor tadbirlar jarayoniga tushib qoladigan bo'lsangiz, ertaga diplomingizni ham ola olmay qolishingiz mumkin degan nuqtai nazarda ogohlantirish tadbirlarini ham o'tkazib bordik. Agar bu borada biz o'ylaymizki, O'tkir aka, ta'lim sohasida ayniqsa korrupsiya huquqbuzarlikni sodir qilinishi, biz o'ylaymizki, bu hech narsa bilan izohlab bo'lmaydigan narsa. Sababi o'zi ta'lim sohasi bo'lsa, ana shu nuqtai nazardan bu ishlarni kelgusida ham davom qildiramiz va navbatdagi sohamiz mana bank sohasida ham yuqorida mana prokuratura organlaridan kelgan xodimimiz juda bir aniq faktlar asosida man qilib berdilar, fikr mulohazalarini bildirdilar. Haqiqatdan ham bu bank sohamiz ham juda og'ir sohalardan biri. Sababi mana bizlar markaziy bank boshchilik mana viloyatdagi barcha bank va ularning filiallarida bo'lib, bir tahlil jarayonlarini endi biz o'rganamiz, faqat o'rganish jarayonida e'tibor bersak, haqiqatdan ham qonunchilik hujjatlarini, o'zining ichki idoraviy hujjatlarida ham korrupsiyaviy huquqbuzarliklarni yo'l qo'yib beradigan holatlarni ham kuzatdik-da. Endi ko'p emas, lekin kuzatdik. Bilamizki, bitta bo'lsa ham biz uchun ko'p bu narsa. Aynan shuning uchun biz ularga ham taklifni berdik. Bu narsani adliya bilan birgalikda kerak bo'ladigan bo'lsa, yozishma orqali huquqiy ekspertizadan o'tkazib, ana vaziyatni to'g'rilash bo'yicha ham takliflarni berdik. Ushbu yuzadan mana qilgan ishlarimiz natijasida mana 2024-yilning birinchi yarim yilligida
Xorazm viloyati hududiy kengashi mana korrupsiyaviy huquqbuzarliklarga qarshi kurashish borasida amalga oshirgan ishlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi hududida mana 2-o'rinni egallagan bo'lsak, mana yil yakuni bo'yicha, ya'ni 2024-yil yakunlari bo'yicha qilingan ishlar samarasi o'laroq mana 1-o'ringa chiqib olishga muvaffaq bo'ldik. Lekin baribir bu bilan bizlar bemalol bo'lib qolishimiz noto'g'ri bo'ladi. Sababi bizlarda bitta bo'lsa ham huquqbuzarlik, korrupsiya huquqbuzarlik bizga ko'plik qiladi. Shu nuqtai nazardan mana xabaringiz bo'ldi. Mana kuni kecha prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan selektor yig'ilishida ham shunday dedilar. Hududiy kengash a'zolari dedi. Bundan buyon dedilar, faqat viloyatda o'tirib tadbir o'tkazish yoki taklif berish bilan emas, bugun jinoyatchi bilan uchrashib, fuqaroni o'zi bilan kerak bo'ladigan bo'lsa, eng chekka hududdagi fuqarolar bilan uchrashib, hali biz bilmaydigan, biz hali o'ylanib ham ko'rmagan huquqbuzarliklar to'g'risida fikr yuritish va tegishli amaliy takliflarni berish orqali hududiy kengashning ishini yangi formatda tashkil qilish bo'yicha ham takliflarni va topshiriqlarni berdilar va bundan tashqari xabaringiz bo'ldi. Mana sektorlarni bilamiz, mana ichki ishlar, prokuratura organlarimiz, soliq organlarimiz va hokimliklarimiz sektor rahbarlari edi. Endi dedi biz kerakli darajaga chiqib oldik. Endi bularning yordamini o'rinbosarlar bilan, soha vakillari bilan davom qildiramiz. Bularning asosiy faoliyatini dedilar, bizlarni asosiy islohotimizni ga to'siq bo'layotgan jinoyatchilik va huquqbuzarliklar, shuningdek korrupsiya omilini yo'q qilishga qaratilgan faoliyati bilan shug'ullanishga qo'yib beramiz degan ma'noda mana sektorlar ham o'zini ish faoliyati bilan shug'ullanishga yo'l ochib berdilar. O'ylaymizki, bu bilan juda to'g'ri tadbir bo'ldi va kelajakda albatta natijasini tez orada sezamiz. Rahmat. Shu o'rinda yana bir narsaga e'tibor qaratildi. Umuman olganda har qanday mana shu prokuratura organlari bo'lsin yoki bo'lmasa sudlar bo'lsin, aynan jinoyatchilik sodir qilingandan keyin taqdimnoma taqdim qilishadi. Jinoyatchilikni sodir qilish omillari va ularni oldini olish borasida. Aynan mana shunga ham e'tibor qaratildi. Taqdimnoma emas, balki mana shuning holatlarini oldindan o'rganib borish. Va shu o'rinda mana bizga hozir bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz ham bizning mana shu studiyamizga o'rnatilgan 62 kodi bilan 223 92 21 raqamli telefonga murojaat qilib savollar bilan murojaat qilishyapti. Bu savol aynan mana shu faol Urgan shahridan Ikrom Matkarimov so'rayaptilar. Xalq deputatlari mahalliy kengashlari tomonidan korrupsiya holatlari ro'y berayotgan viloyatdagi soha rahbarlarini tushuntirishlari deputatlar tomonidan so'ralyaptimi? Deputatlar eshitishyaptimi deb so'rayaptilar. Mana bugun Xalq deputatlari viloyat kengashi deputati ham ko'rsatuvimizda ishtirok qilyaptilar. Mana shu borada bugun mana shu korrupsion holatlar aniqlangan soha mutasaddilari deputatlar huzuriga chaqirilyaptimi? Ular eshitilyaptimi? Marhamat. Albatta to'g'ri savol yo'llangan. Bugungi kunda xalq deputatlari Xorazm viloyati kengashi deputatlari tomonidan korrupsiyani oldini olish bo'yicha ham chora-tadbirlar asosida ishlar amalga oshirilmoqda. Shu deputatlarimiz o'zlariga berkitilgan mahallalarda fuqarolar bilan birgalikda uchrashib, ularning muammolarini o'rganish qatorida korrupsiya agar holatlari o'rganilgan tashkilotlar bo'ladimi, muassasalar bo'ladimi, shu yerda ham o'sha yerdagi fuqarolar bilan, jamoatchilik vakillari bilan birgalikda borib o'rganish ishlarini, ya'ni natijadorlikka erishish, qaytib shu yerda shunaqa holat, huquqbuzarlik holati bo'lmasligi uchun bir qancha natijali ishlarni amalga oshirib kelishmoqda. Bundan keyin ham yaqin keyingi oylarda deputatlarimizni saylovchilar bilan birgalikda uchrashuvlari sanalari aniq belgilangan. Bunda ham fuqarolardan kelib chiqqan murojaatlar asosida har bir soha bo'yicha, har bir fuqaroning murojaatlari bo'yicha ham ular bilan uchrashib analiz qilinadi. Ya'ni qayerdagi korrupsiya holatlari uchrab turibdi yoki qaysidir bir tashkilot o'zini ish faoliyatida sustkashlikka yo'l qo'yayotgan bo'lsa, shu yerga borib uchrashuvlarni tashkil qilish belgilangan. Bu borada ham keyingi o'zlarimizning rejamizda belgilangan. Albatta keyin ham biz fuqarolar bilan birgalikda buni oldini olish bo'yicha ishlarni olib boramiz. Rahmat. Mana bu yerda yana savollar kelyapti bizga. Urgan shahridan Jumaniyazov. Korrupsiya jinoyatini qilganlarning yuzini yashirib ko'rsatishadi. Ularning yuzlarini ochiqchasiga oshkora ko'rsatishsa bo'lmaydimi? Marhamat. Bevosita bu savolga javob berib o'tamiz. Bu yuzini ochiq ko'rsatish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi va O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga asosan shaxs uning sodir etgan jinoyati bevosita sud organi tomonidan tasdiqlangan taqdirda, sudning yakuniy qaroridan keyin u jinoyatchi hisoblanadi.
bu bevosita korrupsiyani oldini olish bo'yicha beriladigan bu ko'rsatuvlar nimalarda man bu korrupsion holatlar bo'yicha berilgan ma'lumotlarda yuzini yashirib ko'rsatilishi bu bevosita shu konstitutsiya huquqini ta'minlash uchun bevosita amalga oshiriladi. Keyingi man bu sud tomonidan uning sodir qilgan jinoyati tasdiqlangandan keyin bevosita uni mahallalarda suratlarni ilib qo'yish va ishxona idora tashkilotlarida suratlarni ilish boshqa bilan u keyinchalik jamoatga ochiqlanadi. Marhamat, qonunchilikda mana shu borada yana nima qilish mumkin? Uni jamoatchilik ta'sirini o'tkazish, uni ko'rsatish oshkora bo'yicha. Biz bilamiz endi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga muvofiq shaxsni sha'ni, qadr-qimmati daxlsiz hisoblanadi. Aynan shu nuqtai nazardan yuqorida ichki ishlar organlari xodimi aytib o'tgandek, bu korrupsion jinoyat sodir qilgan shaxsni bu aynan o'zini xavfsizlik nuqtai nazaridan ham o'sha yuzini ochib ko'rsatish, bu uni sha'ni va qadr-qimmatini o'sha keyinchalik kamsitish deb baholanishi ham mumkin. Qolaversa, uni yuqorida aytgandek, uni o'sha o'zini xavfsizligini ta'minlash maqsadida ham o'sha yuzi berkitilgan holatda o'sha jamoatchilikka nima qiladi, ko'rsatiladi. Lekin bugungi kunda mana o'sha targ'ibot, tashviqot tadbirlari mahallalarga tushib olib borilayotgan bir vaqtda bu korrupsion jinoyat sodir qilgan shaxslar bo'yicha amalga oshirilgan tergov harakatlari natijasi o'larak yuqorida aytilgandek taqdimnoma kiritiladi va taqdimnomaning natijasi bo'yicha mahalla fuqarolar yig'ini raisi va uni o'sha fuqarolar yig'ini barcha kengash a'zolari ishtirokida aynan o'sha korrupsion jinoyat sodir qilgan shaxslarni o'sha jinoyatni sodir qilinishiga imkoniyat yaratib bergan shart-sharoitlar aynan uni shaxsiga to'xtalgan holatda muhokama qilib o'tiladi va kelgusida bu kabi jinoyatlarni sodir qilmaslik bo'yicha o'sha o'zaro maslahatlashib profilaktik tadbirlar amalga oshiriladi. Rahmat. Mana bu yerda Ikrom Matkarimov yana so'rayaptilar, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha kadrlarni, mutaxassislarni malakasini oshirishga qaratilgan tizim bormi viloyatda deb. Marhamat. Bu bo'yicha haqiqatan bugungi kungacha tizim tashkil qilinmagan desak bu to'g'ri bo'ladi. Sababi bu hech qanday bir nima desak tashkillashtirilmagan haqiqatan ham, lekin bugun mana O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi Urganch filiali bilan birgalikda hozir muzokaralar olib borilyapti. Mana shu oy yakuni bilan mana shu viloyatimizda faoliyat yuritayotgan tashkilot, muassasa va korxonalardagi mana shu kompleks nazorat xodimlari qolaversa, ushbu korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida faoliyat olib borayotgan boshqa xodimlarimizni bosqichma-bosqich malakasini oshirib borish yo'lga qo'yish rejalashtirilmoqda. Bungacha ham bo'lgan, lekin yuqorida aytganimdek, mana aynan Prezident huzuridagi mana shu Davlat boshqaruv akademiyasi bilan emas, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan masofadan turib o'qitilgan. Endi hozirda biz rejalashtiryapmiz offline, ya'ni borib shu yerda amaliy metodlar bilan birga qanday kurash mumkin, qaysi sohalar bilan, qaysi tashkilotlar bilan hamkorlik qilish orqali bu narsani amalga oshirish mumkin. Bularning barchasi mana filialimiz rahbariyati bilan bugun muzokaralarni yakunlangandan keyin mana shu oyning yakuni bilan boshlanadi. Rahmat. Mana shu o'rinda yana bir narsaga e'tibor qaratishni istardim. Aynan mana shu prezident raisligida bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishida birinchi navbatda mana shu quyi bo'g'inda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish. Qolaversa, maishiy ko'rinishdagi korrupsion holatlarning oldini olishga alohida bir e'tibor qaratildi. Nimaga deganda, birinchi navbatda eng quyi tizimda mana shu shakllanadi va bu keyinchalik katta yuqori pog'onaga chiqishi mumkin. Mana shu borada Kamolbek, fikrlaringiz? Haqiqatda prezidentimiz raisligida o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda bitta masalani alohida ta'kidlash kerak. Bugungi kunda mana shu korrupsiyaga qarshi kurashda fuqarolik jamiyati institutlarini roli yanada oshdi desak adashmagan bo'lamiz. Shu o'rinda aytish kerak, aynan mana shu bugun korrupsiyaga qarshi kurashda jamoatchilik nazoratini parlament va fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikda aynan joylarda jamoatchilik nazoratini amalga oshirish borasida 10 milliard so'm pulda ajratilishi ham men o'ylaymanki ta'sirchan jamoatchilik mexanizmini yaratishda bir muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu o'rinda aytish kerak, mana viloyatimizda bugungi kunda 600 dan ortiq bugun nodavlat nochara tashkilotlari bor. Va aytish kerak, bugun haqiqatda aytamiz, bugun har bitta bizni viloyat boshqarmalarimizda, tashkilotlarimizda bugun jamoatchilik kengashlari faoliyat olib boradi.
va kuni kecha bo'lgan yig'ilishdan keyin bitta narsani aytishimiz kerakki, bugun haqiqatda mana shu viloyat boshqarmalarimizda, tumanlarda tashkil qilingan mana shu bugun tashkilotlarda jamoatchilik kengashlari qanday ishlayapti va buni kecha ochig'ini aytish kerak, haqiqiy bahosi berildi. Va shu o'rinda aytish kerak, bugun bizni oldimizda turgan masala mana shu viloyatimizda mana shu fuqarolik jamiyati institutlarini aynan korrupsiyaga qarshi kurashda bugun davlat tashkilotlari bilan uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish va shu o'rinda jamoatchilik kengashini bugun faoliyatini tubdan o'zgartirishimiz kerak. Va shu o'rinda aytish kerak, bugun haqiqatda mana shu korrupsiyaga qarshi kurashda birinchi navbatda bizning mamlakatimizda, aynan viloyatimizda ham katta qismini aynan yoshlar tashkil qiladi. Bugun yoshlarda korrupsiyaga qarshi kurash borasida bugun immunitetni shakllantirishda men o'ylaymanki, fuqarolik jamiyati institutlarining roli juda katta muhim. Va bu borada aynan mana shu ajratilgan mana shu mablag' va bu tizimli ravishda amalga oshiriladi va mana shu loyihalarni amalga oshirish borasida bugun davlat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlarining bugun jipsligi, ochig'i fuqarolik jamiyati institutlarining ham roli bir. Mana shu mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashda bir albatta mana shu davlat tashkilotlariga bugun yordamchi. Va shu o'rinda o'ylayman, kuni kecha bo'lib o'tgan aynan yig'ilishda aynan bugun fuqarolik jamiyati institutlariga berilgan ishonch va berilgan mana shu mas'uliyatni albatta tizimli ravishda amalga oshirish va bu jarayonda doimiy ravishda parlament va jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda quyi bo'g'inlarda siz aytayotgan mana shu har bitta masalani, muammoni yechishda albatta mana shu nodavlat, noshara tashkilotlarning roli qanchalik bugun oshadigan bo'lsa, o'ylaymanki, davlat tashkilotlarida ham ertaga korrupsiyaga qarshi kurashda bir yangicha mexanizm, yangicha bir usullar paydo bo'lgan bo'ladi. Rahmat. Shu o'rinda yana bir narsaga e'tibor qaratishni istardim. Prezidentimiz tomonidan yana bir narsaga alohida e'tibor qaratildi. Bu davlat xizmatchilarining mana shu dabdababozlik, bu o'sha xizmat avtotransport vositalari bo'lsin, bu o'sha xizmat xonalarini bu boshqa bir xorijiy mebellar bilan emas, balki milliy mebellar bilan o'rnatish xizmat xonalariga yoki bo'lmasa ularning xizmat avtomobillari ham milliy O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan transport vositalari bo'lishi boshqalar uchun bir o'rnak ekanligiga alohida e'tibor qaratdilar. Bunda albatta jamoatchilik nazoratiga zarurat tug'iladi. Endilikda bugun mana shu xalq deputatlari, viloyat kengashi, qolaversa hududiy kengash mana bu borada qanday ishlarni tashkil etishi rejalashtirilgan. Marhamat. Hududiy kengashda bu borada darhaqiqat bu yangi tizim prezidentimiz o'z nutqlarida shu kengaytirilgan yig'ilishda aytib o'tdilarki, milliylik bu bizni qonimizga singgan desam adashmayman. Barcha davlat tashkilotlari, idoralar rahbarlari o'zlarimizda ishlab chiqarilayotgan milliy avtotransport vositalaridan foydalanishi, hozirgi zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarimiz yoki o'zlarimizda ishlab chiqarilayotgan barcha narsalar chet elnikidan qolishmasligi, barcha talablarga, barcha standartlarga javob bera olishi to'g'risida tushuntirish berib o'tdilar. Bu borada yangi tashkil qilingan hududiy kengashni ish rejasi tasdiqlandi. Bu bo'yicha ish reja davomida, yil davomida ushbu sohalarni jamoatchilik nazorati asosida o'rganib, kelgusida prezidentimiz ta'kidlaganidek yangi tizim asosida shakllantiramiz. Rahmat. Mana bu yerda yana bitta savol qabul qilib oldik. Qo'shko'pir tumanidan Abdullayev Rasulbek. Oldin korrupsion jinoyatlarni sodir etib, hozirda xalq ta'limi sohasida ishlayotganlarning soni bormi? Mana shu borada ma'lumot bersalar. Marhamat. Avvalambor bir narsani ta'kidlab o'tish lozim. Mana 5-mart kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda davlatimiz rahbari mana shu xalq ta'limi tizimiga kirib kelgan raqamlashtirish korrupsiyaning oldini nechog'lik olganligini qayd qilib o'tdilar. Bugungi kunda mana tomoshabinimiz ham aytib turibdilar. Oldingi paytlarda tan olish kerak, nohaqliklar, korrupsion holatlar bo'lar edi. Xususan mana shu fan olimpiadalari bo'lsin, o'qituvchilarning toifalarini berish, ularga rag'batlantirish, mukofotlar berish, ustama haqlar belgilash. Bularning hammasida birinchi o'rinda inson omili turar edi.
Natijada inson omili aralashib, ko'pincha e'tirozlarga, nohaqliklarga sabab bo'lar edi. Endi ta'lim tizimida bo'lgan bu nohaqlik avvalambor o'quvchi yoshlarga, ularning ota-onalariga juda yomon ta'sir qilardi. Mana keyingi yillarda kirib kelgan raqamlashtirish tufayli bugungi kunda ta'lim tizimida qog'ozbozlik 80% gacha qisqardi. Eng avvalambor maktabgacha ta'limdan boshlandi. Ya'ni maktabgacha ta'lim, bog'chaga qabul masalasi raqamlashtirildi. Davlat xizmatlari orqali qilinadigan bo'ldi. Inson aralashmaydi hozir. Ota-onalar uyda o'tirib, mygov.uz ga kirib, o'z farzandini navbatga qo'yadi. Qaysi bog'chaga qo'yishni o'zi tanlaydi va uni qachon navbati kelishgacha kuzatib boradi. Navbat kelganda ota-onani hech qanday ovoragarchiligi bo'lmaydi, davlat xizmatlari o'zi bog'chaga yo'llanma jo'natadi. Shu bolani siz qabul qilishingiz kerak, navbati keldi deb. Men birgina misolni aytyapman. Endi korrupsion holatlarga yo'l qo'yib, keyin maktablarda ishlab yurgan insonlar bormi degan savolga shuni javob bermoqchiman. Ko'pincha sud orqali, sudning qarori orqali ko'pchiligidan ayblar olib tashlanadi. Qaytadan ko'rib chiqiladi. Belgilangan muddat qo'yiladi. Ana shu muddatdan keyin unga yana davom qildirish huquqi beriladi. Lekin sud qarori bilan shu holatga sodir qilib belgilangan muddat ko'rsatildimi, u muddatda u ishlay olmaydi. Men shu muddatni buzib kelib ishlab yurganlarni hali ko'rganim yo'q. O'zingiz aytganingizdek, muddatni o'tagandan keyin unga bir huquq berilgandan keyingina ishlash vakolati bo'ladi. Demak, biz xohlaymizmi, yo'qmi, bugun xalq orasida mana shu maktabgacha ta'lim tizimida hali korrupsion holatlar borligi haqida yoki bo'lmasa tibbiyot muassasalarida mana shu korrupsion holatlar borligi haqida iddaoli gap so'zlarni eshitib qolamiz. Umuman olganda bu o'sha bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida ham bunga alohida bir e'tibor qaratildi. Nimagaki oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda bugun korrupsion holatlar yo'q ekanligini butun xalqimiz yaxshi biladi. Nimaga deganda inson omilisiz. Mana shu hujjat topshirish jarayonidan toki u talabalikka qabul qilingungacha bo'lgan jarayondan bu o'sha oliy ta'lim muassasasining mutasaddilari xabardor bo'lishmaydi. Ularga test markazi tomonidan talabalikka qabul qilingandan keyingina ro'yxat taqdim qilinadi. Umuman bu esa sohada korrupsion holatlarga barham berilganligini ko'rsatadi. Lekin bu tibbiyot muassasalarida bugun qay ko'rinishda? Ta'kidlaganingizek, davlatimiz rahbari boshchiligida o'tkazilgan video selektorda shu tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan bir qatorda hali sohada qilishimiz kerak bo'lgan ishlar to'g'risida belgilab berdilar. Xususan korrupsiyani oldini olish borasida Sog'liqni saqlash boshqarmasi va unga qarashli muassasalar tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Korrupsion holatlarni aniqlashda o'zi fuqarolarimiz fikr mulohazalari asosiy ahamiyatga ega bo'ladi. Bu bo'yicha shu korrupsion xavfi yuqori bo'lgan bo'limlar ham shu lavozimlarni vaqtida aniqlash bo'yicha aholi o'rtasida anonim so'rovnomalar o'tkazilmoqda. Albatta bu anonim so'rovnomalar o'tkazilib, natijalar tahlil qilinadi va shu korrupsion holatlarni oldini olish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, korrupsion holatlarni tezkor xabardor qilish maqsadida Sog'liqni saqlash boshqarmasining qisqa raqamli, ya'ni 1103 ishonch telefon tashkil qilingan va qon markazi tashkil qilingan. Fuqarolarimiz tomonidan shu tibbiyot sohasida korrupsion holatlar ham e'tirozlar bo'yicha ushbu ishonch telefoni va markaz orqali 24 soat davomida murojaatlar qabul qilinmoqda. Shuningdek, yana korrupsion holatlarni oldini olish maqsadida hamkor tashkilotlar bilan tibbiyot xodimlari o'rtasida targ'ibot tashviqot ishlari, korrupsion illatlarni zararli oqibatlari, uni oldini olish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Korrupsion holatlarni bartaraf qilish maqsadida bizda ham shu tibbiyot sohasida avval boradi, shu inson omili aralashadigan sohalar boradi. Masalan, viloyat va respublika davolash profilaktika muassasalariga orderlar olish, imtiyozli orderlar olish tizimi qog'oz
variantda edi oldingi tizimda. Hozirgi tizimda endi ushbu viloyat va respublika muassasalariga order berish tizimi elektron raqamlashtirishi natijasida bu shaffof tizim yaratildi. Ya'ni inson amri aralashmaydigan tizim yaratildi. Shuningdek, sohada endi keyingi vaqtda hammaga ma'lum o'rta tibbiyot xodimlarining ishga kirishida korrupsion holatlar ko'plab kuzatiladi. Ushbu yo'nalishda ham tibbiyot sohasida vakansiya Argos tizimida barcha davolash profilaktik muassasalarida bo'sh ish vakant o'rinlari e'lon qo'yiladigan bo'ldi. Ushbu tizim orqali viloyatimizda fuqarolari o'zini shu kasbiga so'rovnomalarni, arizalarni qoldirib turib, ushbu tizim orqali ishga joylashish imkoniyati paydo bo'ldi. Ya'ni bu yerda inson amali aralashmaydigan tizim yaratildi. Shuningdek, qolaversa hali sohada amalga oshirishimiz kerak bo'lgan ishlar juda ko'p. Bu maqsadimiz shu korrupsion tizimdan toza tizimga olib chiqish, ham xalqni tibbiyotda rozi qilish asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Demak, hozir bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizda aynan mana shu savol bo'lishi tabiiy albatta. Bugun ko'plab davlat muassasalarida ishga qabul qilishda davlat xizmatini rivojlantirish agentligining viloyat boshqarmasi tomonidan suhbatdan o'tkazilgan va ana shu joyda test sinovlarini topshirgan mutaxassislar ishga tavsiya qilinadi. Bugun mana shu viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tasarrufidagi barcha o'sha kichik bir oilaviy poliklinikadan tortib katta bir tibbiyot muassasalarigacha bo'lgan mana shu tibbiyot muassasalarida ishga qabul qilishda aynan mana shu tizim joriy qilinganmi? Yuqorida aytib o'tganimdek, 2025-yil yanvar oyidan boshlab barcha viloyatdagi davolash profilaktik muassasalarida bo'sh, ya'ni ish hozircha boshqaruv organi xodimlari, shifokorlar va o'rta tibbiyot xodimlari, hamshiralar, feldsherlar, hamshiralar, feldsherlar lavozimda bo'sh ish bo'ladigan bo'lsa, shu Argos tizimi orqali vakansiya e'lon qilinadi. Buni hamma elektron bilasiz, onlayn hamma kuzatishi mumkin va o'ziga xohlagan odam ariza topshirishi, ariza qoldirishi mumkin. Demak, to'g'ridan-to'g'ri tibbiyot muassasasi rahbariga murojaat qilgan holda ishga qabul qilinmaydi. Belgilangan tartibda davlat xizmatchisi sifatida ishga qabul qilinadi. Xuddi shunday. Rahmat. Shu o'rinda mana shu korrupsion holatlar haqida gapirar ekanmiz. Bu albatta soliq tizimida ham mana shunday korrupsion holatlarning oldini olish borasida bu o'sha savdo bo'lsin yoki bo'lmasa xizmat ko'rsatish mana shu turli ko'rinishdagi tadbirkorlik subyektlari bor. Ana shunda ham ba'zida bir iddaoli so'zlarni eshitib qolamiz. Mana shu korrupsion holatlar haqida. Mana shunday holatlarning oldini olish borasida bugun qilinayotgan ishlar, mana shu raqamlashtirish ishlari, qolaversa masofadan turib soliq hisobotlarini topshirish yoki bo'lmasa belgilanishi mana shu soliqlarning. Marhamat. 2021-yilning avgust oyida O'zbekiston Respublikasi Markaziy soliq qo'mitasi markaziy apparati ISO 37.001/2016 raqamli korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro sertifikatni oldi. Bundan tashqari prezidentimiz tashabbusi bilan joriy etilgan mahallabo'yi ishlash tizimiga asosan bugungi kunda soliq qo'mitasi tomonidan ham mahallabo'yi va korxonabo'yi ishlash tizimi yo'lga qo'yilib, unga soliq xizmati organlari xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarishda samaradorlik ko'rsatkichi KPI dan kelib chiqib, oylik maoshlari ustiga 50% dan 200% gacha rag'batlantirishlar berish yo'lga qo'yilgan. Soliq qo'mitasining 2024-yil 2-dekabrdagi 387-son buyrug'i bilan O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasining korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati tasdiqlanib, ijroga qaratildi. Mazkur siyosatda soliq xodimlari korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik uchun nima ishlarni amalga oshirishi lozimligi, manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik, huquqbuzar xodimlarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishi muqarrarligi qat'iy belgilab qo'yilgan. Soliq idoralari tarkibini munosib, halol va malakali xodimlar bilan to'ldirish maqsadida ishga qabul qilish jarayonida shaffoflikni ta'minlash uchun tanlov o'tkazishning yangi tartibi ishlab chiqilib, bo'sh ish o'rinlari ochiq portalda e'lon qilinishi yo'lga qo'yildi va shu yo'nalish bilan ishga qabul qilinmoqda. Inson omilini cheklash maqsadida 88 ta elektron davlat soliq xizmatlari tashkil qilinib, tadbirkorlik subyektlariga masofadan turib majburiyatlarni
vaqtida bajarish uchun qulay sharoitlar yaratildi. Soliq sohasidagi huquqbuzarliklarni jamoatchilik nazoratida amalga oshiradigan soliq hamkor axborot tizimi ishga tushirildi. Rahmat. Shu o'rinda biz bugun mana shu korrupsion holatlar haqida gapirar ekanmiz. Birinchi navbatda mana shu manfaatlar to'qnashuvi degan bir tushuncha bor. Umuman olganda, manfaatlar to'qnashuvi deganda ko'pgina hollarda davlat tomonidan, davlat byudjeti hisobiga moliyalashtiriladigan muassasalarda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilmasligi qonunda belgilangan. Demak, bugun buni ko'radigan bo'lsak, hududlardagi o'rta umumta'lim maktablarida mana shu holatga duch kelamiz. Mana shu maktab direktorining farzandi, kelini, umuman unga yaqin qarindoshlar ham uning qo'l ostida faoliyat ko'rsatishadi. Lekin bu manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida gapirganda mana shunga sal zidroq holat bo'lmaydimi? Mana shu borada. Endi manfaatlar to'qnashuvi deganda bir narsani tushunish kerak. Maktab direktori bilan birgalikda moliyaviy masalaga aralashadigan vazifada ishlasagina u manfaatlar to'qnashuvi deb hisoblanadi aslida. Ya'ni u direktor bo'lsa, uni yaqin qarindoshi o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lsa yoki xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosar bo'lsa, demak ular qandaydir ma'noda moliyaviy ishlarda ittifoq. Bugungi kunda bu narsaga barham berilgan. Lekin bir narsa bor, ko'pincha e'tirozlar bo'ladi. Direktorning kelini ishlaydi, xolasini qizi ishlaydi, ammasini o'g'li ishlaydi degan gaplar bo'ladi. Lekin ularda diplom bor. U oliy ma'lumotli, shu mutaxassislikdan bitirib kelgan. Uni ishlashga haqqi bor. Manfaatlar to'qnashuvida faqat ular davlat byudjetini birgalikda talon-taroj qilish manbai bo'lmasagina, ularning og'zi birlashib shu ishni qilmasagina ishlab ketishlari mumkin. Lekin qonunda ko'rsatilgan umuman bir-biriga bo'ysunuvchi bo'lib, davlat tomonidan moliyalashtiriladigan muassasalarda bir-birining qo'li ostida yaqin qarindoshlar ishlamasligi, bu aynan manfaatlar to'qnashuviga olib kelishi haqida belgilangan. Bu holat bizda birma-bir ko'rib chiqildi, O'tkir aka. Barcha tashkilotlarda bo'lganidek, bizlarda ham compliance bo'limi bor. Hamma maktablarda kim ishlayapti, kimni qo'l ostida. Bu holatga o'zaro yuqorida aytganimdek, moliyaviy masalalarda bir-biri bilan ittifoq bo'ladigan holatlarning oldi olindi. Lekin o'qituvchi bo'lib ishlab yurgan qarindoshlari bor. Bu holat 2-3 yil oldin boshlangan, oldini olish. Balkim bizlar bilmagan ayrim joylar bo'lsa, marhamat, tomoshabinlar eshitib o'tiribdilar, aytsalar. Marhamat, qonunchilikda manfaatlar to'qnashuvi deganda qaysi qarindoshlar bir-biriga bo'ysunmasdan ishlashi mumkin emas? O'tkir aka, bu savolga aniqroq qilib javob berib o'tamiz. Biz bilamiz, O'zbekiston Respublikasida Mehnat kodeksi mavjud. Mehnat kodeksining 79-moddasida aynan siz keltirayotgan savolga javob ko'rsatib o'tilgan. Unga muvofiq bir-biri bilan bevosita bo'ysunuv ostida ishlovchi xodimlar, ya'ni aynan o'sha manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelishi mumkin, lekin bunda aynan ro'yxat tasdiqlangan va o'sha mehnat kodeksiga muvofiq ilmiy pedagogika sohasida hamda kutubxona yo'nalishida ishlovchi xodimlar bundan istisno tariqasida aniq ro'yxati ko'rsatilgan. Shu nuqtai nazardan o'sha maktab direktori lavozimida ishlaydi, lekin uni yaqin qarindoshi bo'ladigan bo'lsa, yaqin qarindoshi ona tili fanidan dars berish bu qonunda cheklanmagan. Bunga yo'l qo'yilgan. Lekin bizda endi o'sha xalqimizning tilida bu narsani aynan o'sha qonun normasini aniq to'g'ri talqin qilinmaganligi sababli go'yoki ularning nazarida o'sha urug'aymoqchilikka yo'l qo'yib, o'zini nimasini yaqin qarindoshini ishlashiga yo'l qo'yib beryapti degan. Lekin buni qonunchilik taqiqlamagan. Demak, mutaxassislikka mos kelsa bemalol ishlash mumkin. Pedagogika sohasida, kutubxona yo'nalishida bu istisno tariqasida ko'rsatib o'tilgan. Aynan kodeksimizda bu narsa belgilab o'tilgan. Qolaversa endi manfaatlar to'qnashuvi bu aynan o'sha maktab sohasida yoki boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar sohasida, masalan, tergov faoliyatida yuzaga kelishi mumkin. Misol uchun o'zingiz tergov qilib o'tirgan jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchi tariqasida jalb qilish lozim bo'lgan biron bir shaxs o'zingizni yaqin qarindoshingiz bo'lib qolishi mumkin, ehtimoli bor. Ushbu holatda
aynan yuqori turuvchi prokurorga bildirgi asosida, ya'ni raport berib bildirgi bilan murojaat qilib, o'sha jinoyat ishini o'zingizni bo'yningizdan soqit qilib, boshqa bir tergovchi yoki boshqa bir xodimning ish yuritiga o'tkaziladi va aynan o'sha qonunchilik normasiga muvofiq boshqa idora tashkilotlarda ham xuddi shu tartibda belgilangan, ya'ni manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelgan paytda aynan o'sha manfaatlar to'qnashuvini oldini olish va uni bartaraf qilish uchun o'sha bildirgi asosida yuqori turuvchi rahbarga yoki yuqori turuvchi o'sha mansabdorga murojaat qilib bo'yindan soqit qilish kerak va shunda bu narsa o'sha manfaatlar to'qnashuvi oldi olinadi. Rahmat. Demak, bugun ko'plab iddaolar bilan o'sha maktabda o'qituvchisi, maktabning qaysidir bir fan o'qituvchilari, direktorning qarindoshi, akasi, ukasi, o'g'li, kelini deb yozuvchilar, demak bilib qo'ysinki, bu O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksida bu mutaxassis kadrlar o'qituvchilikda kutubxona yo'nalishida bemalol faoliyat ko'rsatishi istisno tariqasida belgilangan. Shunday, bu aniq bizning fikrimiz emas, bu aniq qonun normasi va shu qonun normasida belgilangan. Rahmat. Demak, rejissyorlarimiz bizga ajratilgan vaqt nihoyalab qolayotganligi haqida ishora qilishyapti, lekin savollarga imkon doirasida qisqa va lo'nda javob berishga harakat qilamiz. Urganchdan fuqaro xalq orasida pora bilan qamalib chiqib, maktabda direktor lavozimida ishlab yuribdi degan gap so'zlar bor. Shunday maktab direktorlari bormi viloyatda? Yuqorida bunga javob berib o'tdik. Oldin u jazosini olgan, belgilangan muddat o'tgan, keyin sud qarori bilan o'zining ish faoliyatini davom qildirish mumkin bo'lgan davrda ishlashi mumkin. Lekin demak, O'zbekiston Respublikasining qonunlarida belgilangan jazo muddatini o'tagandan va ana shu u xalq ta'limi tizimida qancha yilga ishlashdan mahrum qilinsa, ana shundan keyin uning huquqlari qonun bilan himoyalanadi va o'zining ish o'rnida ish joyini davom qildirishi mumkin bo'ladi. Demak, biz bugungi ko'rsatuvimizda mana shu korrupsiyaning oldini olish, korrupsion holatlarga barham berish borasida bugun islohotlar jarayonida amalga oshirilayotgan ishlar haqida, qolaversa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida joriy yilning 5-mart sanasida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ilgari surilgan, e'tibor qaratilgan jarayonlar haqida bugun suhbatlashdik. Bugungi ko'rsatuvimizda mana shu korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha viloyat hududiy komissiyasi a'zolari, qolaversa tegishli nodavlat tashkilotlari vakillari, davlat organi xodimlari ishtirok qildilar. Demak, bugungi ishtirok uchun, bildirilgan fikr, mulohazalar uchun ko'rsatuvimiz ishtirokchilariga samimiy bir minnatdorchilik bildirgan holda bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.